Ammam keldilar. Kimdir bormi? Voy, assalomu alaykum. Xush kelibsiz ammasi. Bor ana joylaringni yig', bo'yniginang uzilsin. Bor qo'shnidan ikkita non olib kel. Shahbozjon do'konga chiq, ikkita kartoshka, kalbasa, tuxum ham olib kel. Pul bermadingiz-ku. Qarzga yozdim, qachon pul berganman? Xush kelibsizlar. Kelin ovora bo'lmang. Ovorasi bormi? Ona non olib keling. Bor mehmon oldiga olib kir. Ona olib keling kalbosa tuxumini. Ber. Tishlamadingmi? Qutema pisa yeysan shuni. Otangga o'xshab ochsam-da. Shu singillaringiz ogohlantirib kelsa bo'lmaydimi? Qayerdan bilay, ovqating tezlashtir. Hech narsa yo'q uyda. Tez. Sen tort, men tort qilmaymiz. Charchash nima bilmaymiz. Arra qizg'iz. Hammaladiz, maktabga o'rganganda bu. Barakalla. Joyga bilamsan. Qo'ying, yesin. Har kuni yeyotibdi. Men konfetlar bekitmayman. Bu karatega boradimi? Bizaniki kurashga boradi. Bo'ldi. Ikkalang ham zo'r ekansan. Bo'ldi. Changib ketdi-da. Magazinga borganda ham ichaykonlardan deb aytsang o'zi biladi. Qayga boradi? Yila qilmasin deyman-da. Zahar degsin. Kulib qo'yasan. 3, 4, 5, 6. 6 kishi ekan ona. O'chirib baqirma. Kel, yordamlash, ovqatlar olib borasan. Nima maktab formang kiyib olding? Mehmon keldi-ku. Bor yech. Har 2 kunda birda kiryapmanmi? Popkangga ham taqib chiqmabsan-da. Xush kelibsizlar. Mana ovqatam pishdi. Olinglar, qolmasin endi, olinglar. To'ydik, turamiz endi, rahmat. Qayga borasizlar? Shoshmanglar. Tovuq dimlab qo'yibman, aka. Mayli, hurmatsizlik bo'lmasa, yeb ketamiz-a? Do'konga chiqib tovuq olib kel.